Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaik Boy. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda juda noodatiy modmi, datapackmi desak ham bo'ladi, datapack desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Minecraft crafting table'dan random narsa beradi. Bu juda g'alati. Shuning uchun ham bu videoni sizlar ko'rishinglar shart, ili zarur. Sababi oddiy cho'pdan nezeritli narsa berishi mumkin yoki almosdan oddiy narsa berishi mumkin. Xullas, obunachilar shunaqa do'stlar, bu meni yangi kanalim. Ya'ni biznescha uchun aniqroq qilib aytayotgan bo'lsak, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, zarar qilmaydi, bilaman, asosiy kanalim emas bu. Xo'sh, bilasizlar, video chiqarib turaman kichkina kanallarga. Shuning uchun like bosinglar do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Xullas, maksimalni do'stlarga ham tarqatinglar, balki shu mod sizlarga qiziqdir, da. Qiziq bo'lsa juda what? Bundan bunaqa narsa yasalar ekan-ku. Voy, men yog'och yasaladi debman do'stlar, qaranglar. Voy, boshim qotdi-da, akalar. Akalar, bu bo'lmaydi. Umuman bizga oddiy daraxtchi, oddiy daraxt ham kerak, oddiy daraxt akalar, oddiy daraxt. Xo'sh. Nice. Oddiy daraxtdan olaylik, nima berar ekan, do'stlar? Juda qiziq. Xo'p, qarang. Oddiy daraxtga qo'ysang, kitob berar ekan. Crafting table yasash uchun biz nima qilishimiz kerak shunda do'stlar? Crafting table kerak, uni qaranglar. Oho. Bitta bunaqa bo'lar. Mana buni qaranglar. Hey. Bitta qaranglar. Bolta qanaqa qilib yassa bo'lar ekan? Bolta ham yassa bo'lardi akalar, bolta. Mayli. Xullas, necha bizga gul kerak, uni gullardan olaylik. Gul ham qilsa bo'ladi, gul orqali ham mana. Mana akalar, mana. Hozir gullarni olaylik, bizning bir kunimizga kerak bo'ladi. Sababi nima desanglar, guldan ham anaqa qilsa bo'ladi, menimcha. Sariq gul deyman. Ana endi ko'raylik chiqib. Ikkita yangi narsalar qo'shilyapti. Kirka. Ikkita temirga kirka qilsa bo'lar ekan. Shu golem deb o'ldirish qiyin-da, o'z qo'ldan nima qanaqa o'ldiraman. Xo'p, do'stlar, mayli. Obunachilar, bu modni Telegram kanalimda bo'ladi. Link opsiyasida, kommentariyada. Juda g'alati challenge. Lekin boshinglar ham og'rib qoladi. Xo'p, hech narsa yo'q bu uyda. Sigirlar bor ekan. Ovqatni ham hozir prem olganimiz bilan hech narsa qila olmaymiz. O'shanisi ham bor. Xo'p, olamiz buni. Bularni hammasini olaylik. Kerak bo'lib qolishi mumkin-da, akalar. Xo'sh. Almozli bolta. Yo'q, almoz. Nezeretlisi, u bitta mana bu blokka. Nu normal, ya'ni shunisi ham zo'r jigarlar. Xo'p, mana bitta qo'ysang bo'lar. Mana qo'ysaychi. To'xtalaychi ana shu. Sunduq beradimi deb o'ylabman akalar men. Sunduq bermayapti lekin. Mayli, daraxt davom etaylik. Golem u tarafda hozirchalik. Xo'sh. Fakir o'ziga kerak bo'lib qolishi ham mumkin-da, tog'alar. Xo'p, bu uyda u izmurud bor ekan, ajoyib. Bularni olamiz, kerak. Xo'p, obunachilar, juda qiziq ketyapti bizning challengeimiz. Keling, boshqa uylarga. U Nether portal yomon emas. Oho, izmurud yana. Evaziga biz non-pon degandek sotib olishimiz mumkin. Ani yo'q dem, yana bitta yo'q ko'rdim, o'shanga ham kiraylik, mayli. Sundugi bor bo'ladi, ishton. Xo'p, normal. Crafting table yasash o'zi qiyin bo'lyapti-da hozir bizga. Qanaqa crafting table yasash bo'lar ekan? Akalar, crafting table. Juda qiyin, to'g'risini aytadigan bo'lsam, juda biz o'ylagandan ham qiyin bu narsa. Xo'sh, crafting table qanaqa yasalishi mumkin, tog'alar? Crafting table topib bo'lmayapti-da, hozir agar topamiz desanglar. Mayli, davom etaveramiz challenge'imizni. Mana shunaqa Minecraftda ajdarni kim o'ldira olsa, yarim soat ichida chitlardan foydalanmay, men o'zim sovg'am bor. Faqat video qilib o'ynash kerak. Sovg'am juda katta emas. Oho, juda zo'r narsalar bor ekan, buni ichida sizlar qaranglar.
Nima narsasi bor ekan? Kelaylik ko'ramiz. Unbreaking Fortuna Effectiveness. Zo'r narsalar bor ekan. Realni gapni aytaman jigarlar. Xo'p, ajoyib qaranglar. Yonimizda da daraxt bor 2 xil. Balki o'shalardan. Yo'q, kerak emas. Qishloqqa qaytaylik. Bizga hozir eng zo'r variant bu qishloq. Qishloqdan yaxshi narsalar chiqishi mumkin. Baliqni qaranglar, voy. Looting ham bor ekan do'stlar. Bu degani ko'paytirib beradi-da, tasavvur qilyapsizlarmi? Effectiveness, Fortuna Effectiveness deganlar bor ekan. Oho. Nice. Xo'p, biz ham belkurak deyarli sinadi. Nice bo'ldi, zo'r. Qaranglar, nima oldik biz? Crafting table yasolmayapmiz-da, birodarlar. Crafting table qanday yasak bo'ladi? Qilich yasashi bitta bunaqa ekan. Da. To'xtanglar, hozir. Shunaqa narsa bormikan? Hozir o'shani ko'rib olaylik. Xo'p, bormikan? Qidiramiz akalar. Xo'sh, kartoshkami? Bu boshqa narsa ekan akalar, boshqa. Topdim shekilli. Halen topmaganman. U lavlagimi da, lavlagi kerak-da bizga. Hozir jitil topaylik, jitillardan sotib olamiz lavlagi. Netherite qilich. Xo'p, savdo qilayotgan netherite qilichi bor ekan, va bir nima olar ekanlar, fermer. Brot kerak emas. Bucha. Qimmat ekan brot. Keling. Yo'q, zo'r-ku. Bizga nima berganligi bor-ku, his qilyapti butun dunyo. Hali ham bizga kerakli narsa bo'lmayapti. Xo'p, kirkani oldik akalar. Kirkan olganimizdan keyin bizga ko'mir kerak. Ko'mirdan nima qilasiz, ko'mir desalaring? Ko'mirdan ham zo'r ish qilsa bo'ladi, o'z dalillayman. Ko'mir yo'q-da lekin. Qilichim uchun anchagina looting temir nechta 3 ta qolibdi temir. Bone mil bor ekan bitta. Bolta esa bo'lgan akalar. Shu bolta esa turaylik, mana. Lavlagi topamadikda birodarlar. Lavlagidan juda zo'r narsa qilsa bo'lardi. Bilmadim, nimaga unaqa bo'ldi, men ham hayronman. Lavlagi bo'lsa bizga plyusda akalar, lekin lavlagi yo'qligi bizga o'zi minusga tushyapti. Ko'mir bormi shu atrofda? Yo'q, ko'mir ko'rinmaydi. Kravat bor uxlashga. Bari ko'proq obzor qilsa yaxshi-da jigarlar, ya'ni aynan nimadan nima tushishni sizlarga yaxshi ko'rsatadigan bo'lsak. Xo'p, keling, mana daraxtni sindirib ko'ramiz va bundan nima tushishini o'zi ko'ramiz sizlar. Yoki oldin ham sindirgan ekanmiz. Kitob tushar ekan, bilmadim kitob qanchalik kerakli bizning challenge'da. Keling, mana daraxtni sindiramiz akalar. Prosta interesda, qiziqda bu narsalar menga to'g'risi nima berishi o'shanga narsalar. Redstone. Yomon emas jigarlar, yomon emas boshlanishiga. Mana. Senga xo'sh, challenge zo'r. Uxlaymiz. Uxlasangchi. Quyosh botishi ham qiyin bo'lar ekan akalar. Xo'p. Kutamiz. Va uxlaymiz. Endi muhimi shu do'stlar, xolos o'zi kravatdan turgandan keyin biz ana o'qisak bo'ladi. Xo'sh. Xolos do'stlar, hammaga xayr.
Sizlar bilan Zayik boy bo'ldi. Keyingi videomizda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Bu mod Telegram kanalida bo'ladi.